bir yilcha oldin oyog'imda qattiq og'riq boshlandi. Og'riqni men shamollagan deb o'yladim. Haftalar davomida bo'lmadi u. Keldim, shu kelganimda ko'rdilar, shu MRT qilib ko'rishganda shu Minsk jarohatlangan dedilar, shu tizza orasidagi. Shuni hisobiga keyin o'tirib turishlarda qiynaldim. Tog'ga chiqqanda bilindi rosa. Yurish qiyinlashgandan keyin keldim. Hozir boyagi sog'lom qismi mana turibdi, tomonga tegmadi. Yirtilgan qismidan oldik. Yirtilish ikki xil holatda edi. Paperishni ketganini qoldirdik, mana o'rtadan ajralgan. Buni pastki qismi ham stabilniy qismi qoldi. Qaytib kelmayapti. Va tepadagi qismi ham stabilniy holatda. Mana shu qismdagi boyagi nestabilniy qismi olib tashlandi. Bu tomoni asosiy root qismi ham hozir bu stabilniy qismi qoldi mana. Farq qilganda stabilniy turibdi. Aynan mana shu qismni olib tashlab, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, plazma bilan plastika qilindi. Endi operatsiyamiz tugadi chiqamiz. Va kecha operatsiya qilib tugatdik va kechani o'zida uylariga chiqib ketgandilar. Bugun perevazkaga keldilar. Hozir oyoqlarini tekshirib ko'rdik, juda ham yaxshi, yaralar toza. Jarrohlik amalini o'tkazamiz deb kechani o'zida operatsiya bo'ldik. Hozir alhamdulillah yaxshi, mana bemalol qimirlatib yuribman, lekin shu operatsiyaga kirganimni eslayman. Keyin palatada ko'zimni ochdim, hech narsani sezmadim-da, na og'riq, na boshqa. Kechani o'zida yurib chiqib ketdim o'zim. Shu narkozdan keyin soat ertalab operatsiya bo'lgan. Soat 8:15 da operatsiya bo'lgan edim. Shu kechqurun chiqib ketdim deb. Alloh rozi bo'lsin. Xizmatchingizdan aka. Hech qachon kasal bo'lmang. Minnatdormiz. Alloh o'zi guvoh. Rahmat. Men hech afsus qilmadim lekin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, tuzalib keting. Dushing lekin aka.